ko'rishga ta'sir qiluvchi omillar. Bularga ko'z yallig'lanishlari, ko'z travmalari, shular orasida ko'z grippi ham kiradi. Bular ko'rish o'tkirligini juda tezlik bilan tushib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu kasallik juda ko'p uchraydi, ayniqsa hozirgi vaqtda qish mavsumlarida, ayniqsa bemorlarimiz shamollash natijasida, ko'zlarning yallig'lanish natijasida bu holat juda ko'p tarqalib keladi. Assalomu alaykum. Ko'z nuri klinikasining YouTube sahifasiga xush kelibsiz. Bugun siz bilan ko'z grippi haqida, ya'ni virusli konjuktivit haqida gaplashamiz. Virusli konjuktivit bu ko'zni shilliq qavatini viruslar natijasida yallig'lanishi hisoblanadi. Bu xalq tilida ko'z grippi hisoblanadi. Bu kasallik juda ko'p uchraydi, ayniqsa hozirgi vaqtda qish mavsumlarida, ayniqsa bemorlarimiz shamollash natijasida, ko'zlarning yallig'lanish natijasida bu holat juda ko'p tarqalib keladi. Bundan ko'z grippini belgilariga keladigan bo'lsak, bunda ko'zda yallig'lanish bo'ladi, qizarish bo'ladi, shish bo'ladi, atyoq bo'ladi. O'zi ham bemorlarimizda ko'p yoshlanib, yorug'likka sezuvchanligi juda ortib ketadi. Bemorimiz ko'zini ochishga qiynalib qoladi, tinmasdan yoshlanadi. Ko'zlar shishib ketish holatlari uchrab turadi. Buni eng asosiy sababi bu juda o'ta yuqumli kasallik bo'lgani hisobiga sochiqlar, oddiy gigiyena amal qilmagan holatda, misol uchun bitta bemorimizni sochig'idan, kurshkasidan, tibbiy muassasasidan, kosmetika vositalaridan foydalanish natijasida kelib chiqadi. Eng asosiy katta sabab bu adenoviruslar natijasida kelib chiqishidir. Bundan keyin bemorimiz shamollanishi, yallig'lanishi, sovuq qotishi, o'ta sovuq qotishi natijasida ham ko'z grippi kelib chiqishi mumkin. Ko'z grippi xavfli bo'lishi mumkinmi? Bu juda ham xavfli bo'lishi mumkin. Bunga nima bo'lishi mumkin? Ko'z grippida bemorlarimiz ko'zi qizarib, qichishib, yallig'lanishi natijasida, ko'zini ko'p ishqalanishi natijasida, ko'p yoshlanish natijasida ko'zda keratit, shoh pardada yallig'lanish keltirib chiqarish mumkin. Bu ko'z grippida keyin bemorlarimizni ko'zlarda ayrim holatlarida dog' bo'lib qoladi. Bu dog'lar ko'rish o'tkirligini pasayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ko'z grippi boshlanganda albatta birinchi navbatda vrach oftalmologga murojaat qilish kerak. Bemorlarimiz o'zi uy holatida antibiotik tomizishi natijasida antibiotik bilan ko'z grippini davolab bo'lmaydi. Endi misol uchun aptekaga kirganda bemor shikoyat qiladi, ko'zim yoshlanyapti. Aptekada biron bir dori antibiotik tavsiya qiladi. U antibiotik ko'z grippini davolanishiga ta'sir qilmaydi. Bunga maxsus o'zini protovirusni dorilarni lecheniya qilishi, davolashi, tomizishi, agar kerak bo'lsa antibiotik, kerak bo'lsa bakterialniy dorilar birga qo'shilishi natijasida davolanishi mumkin. Uy sharoiti davolasa bo'ladimi ko'z grippini? Buni hozir aytib o'tdik. Uy sharoitida nima qilsa bo'ladi? Uy sharoitida iliq suv bilan ko'zni shprisini olib tashlab, ko'zga tomchi qilib tomizib, tashqaridan ichkariga artib, ko'zdagi shu infeksiyalarni olib tashlash mumkin. Bu qanaqasiga? Ko'z yoshlanyapti, tashqaridan ichkariga artib olib paxtani tashlanadi. Keyin qo'lni yuvib olinadi. Agar ko'zni tozalagandan keyin u qo'l bilan kim bilandir ko'rishilsa, kimdir biron bir kurshkasi yoki biron bir sochig'iga tegiladigan bo'lsa, bu holat boshqa odamga yuqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ko'z grippi bo'lgan vaqtlarda ko'zimizda shu telefon, kompyuter, planshet, shunaqa vositalarda kamroq foydalanganimiz ma'qul. Ayniqsa bemorlarimizda linza taqadigan bemorlarimiz bo'lishi mumkin. Bu ularda linzani taqmasligi tavsiya qilinadi. Qachonki ko'z grippi, shamollashi,
to'liq o'tib ketmaguncha linza taqmaslik kerak. Chunki linza taqqanda linza shohpardani yanada ishqalanishiga sabab bo'lib, ko'z grippini virusli konjunktivitda bitishini juda sekinlashtirib yuboradi. Ko'z gripp bo'lgan vaqtda bemorlarimizda plyonka qavati rivojlanadi. Bu plyonka qavati dori tomizilganda ham dorini ko'zga ta'sir qilmasligiga sabab bo'ladi. Shu uchun ayniqsa yosh bolalarda adenovirusli konjunktivitlarda plyonka hosil qiladi. Bunda bolalarda plyonka qavatini olib tashlab, undan keyin dori tavsiya qilinadi. Sababi plyonka to'liq qavatni yopib olishi natijasida ko'zda dori tomizilganda ham ta'siri bo'lmaydi. Shu uchun ayrim bemorlarda shu plyonka olinmagani hisobiga davolanish kursi juda yuqori bo'lib ketadi. Misol uchun kimdadir bir hafta 10 kunda tuzalish kerak bo'ladigan bo'lsa, bunda 1 oy, 1,5 oyga ham cho'zilishi mumkin. Xo'p, ko'z grippi qancha vaqt davom etadi degan savolga siz bilan qisqacha javob bersak, bu o'rtacha agar to'liq lecheniya qilinadigan bo'lsa, davolanadigan bo'lsa 5-10 kun, 15 kun davom etishi mumkin. Lekin ayrim holatlarda lecheniya qilingani bilan yoki lecheniya noto'g'ri qilinish natijasida 1 oygacha cho'zilishi mumkin. Bu oddiy misol. O'zimizni bir kollegamizda ham shu holat uchraganda, bu holatda shu bemor bilan kontaktda bo'lish natijasida o'zini ko'ziga virusli konjunktivit yuqishi natijasida bu holat 1 oygacha cho'zilishiga sabab bo'ldi. Sababi nima bo'ldi? Bunda sababi plyonka qavati rivojlangan hisobiga dori tomizildi. Dori tomizilgani bilan dori ta'sir qilmagani hisobiga yoshlanish, qizarish, aktok, shish ketmadi. Shuni hisobiga sekin-sekin bu holat ko'payib, bir 5-6 marotaba plyonkasini olib tashlangandan keyin dorilar ta'sir qilib, keyin ko'z grippi tuzalishiga olib keldi. Ko'z grippi bo'lgan bemorlarimizdan eng asosiysi gigiyenaga amal qilishlarini talab qilamiz. Bu qanaqasi bo'ladi? Bu gigiyenaga amal qilishda shu oddiy dori tomizilgandan keyin albatta qo'llarni yuvish, undan keyin o'zlari foydalangan sochiq, kosmetika yoki boshqalar boshqalarga bermasligini tavsiya qilamiz. Ko'zingiz haqida qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentlarimizda savollaringizni yozib qoldiring. Biz sizga qo'ldan kelguncha javob berishga harakat qilamiz. Ko'z nuri klinikasi YouTube kanaliga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.